Bugungi yangi mavzuyimiz bu kasrlar. Endi bitta savolimga javob beringlar. Ekranda nechta pitsa ko'ryapsizlar? Ikkita, to'g'rimi? Bo'tachi, nechta pitsa ko'ryapsizlar? Bitta. A bo'tachi, nechta pitsa ko'ryapsizlar? Ikkitami? Ikkiga o'xshyaptimi? Agarda ularni birlashtirsam, haliyam ikkita pitsa ko'ryapsizlarmi? Yo'q. Pitsani bo'laklarini ko'ryapsizlar. Qachonki biza bitta butun narsani nechtadir kichkinaroq qismdagi yoki bo'laklarga bo'lsak, bizada kasr hosil bo'ladi. Bu holatda butun pitsamiz nechta bo'lakka bo'lindi? Ikkita bo'lakka bo'lindi. Shunda har bitta bo'lagimiz bu ikkidan bir qism. To'g'rimi? Endi bu holatda pitsamiz nechta bo'lakka bo'lingan? Agarda hammasini birlashtirsak, ko'rinadi. Shu pitsamiz 4 ta bo'lakka bo'lingan edi. Va bu yerdagi bo'laklarning har bittasi bu 4 dan bir qismi. To'rtdan bir qismi. Har bitta bo'lagi. Endi bo'ttachi. Pizzamiz nechta bo'lakka bo'lingan? Nima deb o'ylaysizlar? 3 tami. Agarda birlashtirsam, bitta pizza hosil bo'lmayapti. Chunki bitta bo'lak yetishmayapti. Bizda pizzamiz 4 ta bo'lakka bo'lingan edi va 4 ta bo'lakdan bizda faqat 3 ta bo'lagi bor. Shunda bu bo'laklarning hammasi bu 4 dan 3 ta bo'lak bo'ladi. Bizda bitta butun pizza chiqmayapti. Bizda faqat 3 ta bo'lagi bor. Endi bu holatlarda-chi? Bizda nechta pizza bor? Bitta ham pizza yo'q. Bizda birinchidan pizzani yarimtasi bor va yana pizzani 4 dan bir qismi bor. Demak, bizda bu bo'lagimiz bilan bu bo'lagimiz pizzani bo'laklari. Bu yerda pizzani ikkiga bo'lgan bo'lsa, ikkidan bir qismi bor. Bu yerda esa pizzani 4 ta bo'lakka bo'lgan bo'lsak, 4 dan bir qismi bor. Shunda pizzani bo'laklarini kasr sifatida yozsak bo'lar ekan. Pizza nechta bo'lakka bo'lingan bo'lsa, o'shani kasrni pastki qismiga yozamiz. Bu holatda bizda pizzamiz ikkita bo'lakka bo'lingan. Umumiy shunaqa pizza bo'lsa, bizda uni 2 dan bir qismi bor. Shunda bizda 2 dan bir qismi. Pastdan tepaga o'qiymiz. 2 dan bir qismi. Bu pizzamiz, bu umumiy pizzani 2 dan bir qismi, ya'ni yarmi. Endi kelinglar bularning nomlarini o'tamiz. Kasrlarni o'zini nomi bor. Kasrni tepasidagi soni bu surat. Surat degani bu bizda nechta bo'lak bor degani. Bu holatda biz pizzani ikkita bo'lakka bo'lgan bo'lsak, bizda ikkala bo'lagidan ikkala bo'lagi ham bor. Shunda surat bu nechta borligini ko'rsatadi. Bu holatda surat 1 ga tengiydi. Chunki bizani pizzamizning 2 dan bir qismi bor edi. Endi o'rtasidagi chiziq bu kasr chizig'i. Bu bo'luv belgisini anglatadi. Shunda bizda 2 bo'lingan 2 ga yoki 2 dan 2 bor. Mana shu kasr chizig'i boshqa so'z bilan aytganda bo'luvni ham anglatsa bo'ladi. Chunki agarda 2 ni 2 ga bo'lsak, bizda 1 bo'ladi. Demak, bizda umumiy bitta bo'lak bor. Bo'luv 2. Maxraj. Pastidagi son bizda maxraj deb ataladi va maxraj bu nechta bo'lakka bo'linganligi. Tepasidagi agarda nechta bo'lak bor bo'lgani bo'lsa, pastidagi umumiy nechta bo'lakka bo'linganligini anglatadi. Boshqa misol. Kelinglar endi pizzada emas, shokoladda ko'ramiz. Bizda bitta umumiy shokolad plitkasi bor.
Bu bitta umumiy shokolad plitkasi. Va bilasizlar, shokolad plitkasi bir nechta bo'laklarga bo'lingan bo'ladi. Mana bunaqa kvadratniy bo'laklarga. Am, Umumiy bizada nechta bo'lakga bo'lingan? 1 2 3, 1 2 3 4, 3 kere 4 12. Demak, umumiy bizada 12 ta bo'lakga bo'lingan shokolad bor. Va bu holatda bizada 12 ta bo'lakdan hamma bo'lagi bizada bor. Demak, 12 tadan 12 ta bo'lagi bor va 12 ni 12 ga bo'lsak, bizada bitta umumiy shokolad bor. Butun. Endi bu holatda yozadigan bo'lsak, bizada 12 ta bo'lakga bo'lingan edi shokolad, lekin qanchadirini biz yeb qo'ydik. Shunda bizada nechta shokolad qoldi bu rasmda? 12 tadan 1 2 3 4 5. Demak, bu rasmda 12 tadan 5 ta shokolad bizada bor. Endi kelinglar chiziqda ko'rsataman. Kasrlar hozircha 0 dan 1 gacha qilamiz. Aslida bundan ham ko'p qilsa bo'ladi. Hozircha kelinglar 0 dan 1 gacha bo'lgan masofani bir nechta bo'laklarga bo'lib, kasr sifatida yozamiz. Masalan, agarda 0 dan 1 gacha bo'lgan masofani 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bizada birinchi nuqta qayerda joylashgan bo'ladi? 0 da joylashgan bo'ladi. Va 0 ni 2 ga bo'lsak, 2 dan 0 da joylashgan bo'ladi. Chunki biz yo'lni 2 ga bo'ldik va birinchi joyi 2 dan 0. Keyingi nuqta o'rtasi. O'rtasi bizada umumiy masofa 2 ga bo'lingan bo'lsa, o'rtasi bu 2 dan birinchi joyi, yarmi. 2 dan 1 biri. Va 2 dan 1 bo'lsa, undan keyin oxirgi nuqtamiz bu 2 dan 2 bo'ladi. Shunda biz yo'lni 2 ga bo'ldik va endi bizada nuqtalarimiz bu 2 dan 0, 2 dan 1, 2 dan 2. Bu nuqtalarimiz qayerda joylashganligi. Ammo bizada yana boshqa tushuncha ham bor. Masofa. Agarda bu chiziqni men 2 ga bo'lsam, 0 dan o'rtasigacha masofa bu yarim yo'l bo'lgan bo'ladi. Bu masofa menda yarim yo'l. Bu 2 dan 1 masofasi. Va o'rtadan oxirigacha esa menda yana bitta boshqa yarim yo'l. Bu ham 2 dan 1 masofasi. Bu qancha? Bu uzunlikni hisoblaymiz. Bu yerda nuqtalarni hisoblaymiz. Demak, bizda bu yerda umumiy 0 dan 1 gacha oladigan bo'lsak, 2 dan 2 masofasi. Lekin har bitta bo'lak bu 2 dan 1. Bu holatda esa birinchi nuqtamiz 2 dan 0 da joylashgan, keyingisi 2 dan 1 da joylashgan va oxirgi nuqta 2 dan 2 da joylashgan. Lekin 0 dan 1 gacha ham va 1 dan 2 gacha ham biz bir xil masofani yurdik. O'sha masofamiz 2 dan 1 ga teng. Kelinglar endi 2 ga emas, ko'proq sonlarga bo'lib ko'ramiz. Masalan, shunchadan. Biz yo'lni 5 ta teng qismlarga bo'ldik. Va agar biz bu nuqtada joylashgan bo'lsak, bu nuqtamiz 5 dan 2 deb ataladi. Chunki bu nuqtaga kelgungacha biz 5 dan 1 bo'laklardan bitta 2 ta yurdik. Shunda 5 dan 2 yurganmiz. Agarda oxirgi nuqtani tanlagan bo'lsak, oxirgi nuqta bizda nechta 5 dan 1 yurgan bo'lamiz? Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Demak, biz bu yerga yetgungacha 5 dan 5 ta yo'lni yurdik. Agarda bu nuqtani tanlaydigan bo'lsam, biz bu nuqtagacha nechta yurdik? Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Demak, biz 5 dan 4 qismini yurganmiz. Butun boshli yo'lni. Shunaqa qilib nuqtalarni ko'rsatib bersa bo'ladi. Ammo har bitta masofa bu bizda 5 dan 1 masofasi bo'ladi. Masofa degani bu orasida qanchalik yo'l bor. A nuqta qanchasini yurgansizlar. Demak, 0 dan bu nuqtagacha siz 5 dan 1 masofalardan
4 ta yurgansiz. Shuning uchun ham bu nuqtangiz 5 dan 4 deb ataladi. Kelinglar endi ozgina praktikaga misolda ishlaymiz. Bu aylana ikkita bo'lakka bo'lingan va kasr sifatida yozishinglar kerak shularni hammasini. Bo'yalgan joyini kasr sifatida yozamiz. Kasrni pastida, ya'ni mahrajida yozamiz nechta bo'lakka bo'linganligini. Bu ikkita bo'lakka bo'lingan. Suratida yozamiz nechta bo'lak borligini. Bizda bitta bo'lakka bo'yalgan, ya'ni bitta bo'lagi bor. Ya'ni 2 dan 1. Bu holatda bizning aylanamizda 5 ta bo'lakka bo'lingan va suratda 5 ta bo'lagidan ikkitasi bo'yalgan. Demak, bizda 5 ta bo'lagidan ikkitasi bo'yalgan. Bu suratda aylanamizda 5 ta bo'lakka bo'lingan, bu ham va 5 ta bo'lakdan endi 3 tasi bo'yalgan. Ya'ni bu 5 dan 3. Bu suratda esa aylanamizda 6 ta bo'lakka bo'lingan. Demak, 6 ta bo'lagimiz bizda umumiy bor. Va o'sha 6 ta bo'lakdan ikkitasi bizda bo'yalgan. Demak, bu aylanamiz 6 dan 2 ni ko'rsatib beryapti. Keyingi misol. Mana shu ikkita chiziqlarda bu ham 0 dan 1. Mana shu ikkala chiziqlarda ham mana shu nuqtalarni qaysi sonda, qaysi kasrda joylashganini aniqlashimiz kerak. Demak, 0 dan boshlab mana shu nuqtagacha qancha yo'l yurganmiz? Umumiy 0 dan 1 gacha bizda 1, 2, 3, 4 ta qismga bo'lingan. Demak, biz 4 dan nechta yurdik? 0 dan boshlab 1, 2, 3 ta yurdik. Demak, 4 dan 3. Bu holatda bizda 0 dan 1 gacha 10 ta qismga bo'lingan. Demak, bizda umumiy 10 ta qism. Va shu nuqtagacha nechta yurdik? 1, 2 ta yurdik. Demak, 10 dan 2. Bo'ldi. Shunaqa gaplar.